Ayaz shamoli haqida eshitganmisiz? Bu shunaqa shamolki, bunaqa shamolda ko'chada yurishni o'zi imkonsiz. Yoki qahraton issig'i haqida-chi? Bu shunaqangi issiqki, bunaqa issiqda ko'chaga chiqqan odam hayoti bilan xayrlashishi mumkin. Bundan tashqari boshqa ekologik muammolar bo'lsa-chi? Sho'r yer, ifloslangan havo, ichishga yaroqsiz bo'lgan suv. Bunaqa sharoitda yashab qolishni o'zi imkonsiz va juda ham qiyin, to'g'ri? Lekin mana shunaqa sharoitda mebel kompaniyasini qurish va bu kompaniyani dunyo standartlariga javob beradigan darajaga olib chiqish imkonsizmi? Nima deb o'ylaysiz? Ayni vaqtda biz samimiy insonlar yurti Qoraqalpog'istondamiz. O'zimiz qurdik. To'g'rimizdagi bolalar menen yaxshi sportchilar bizdan chiqsin. bo'sh vaqtni hech qachon bo'shqa qo'ymau kerak. Tashli zonalarda da yegib baq qurayotgan odamlar bor. Men mebel ishlab chiqarmayman deyapman. Men deyapman, jamiyatni, to'g'ri, yurtni, o yurtdagi hamma sohalarning rivojlanishiga hissa qo'shaman deyapman. Bu sohaga qachon kirib keldingiz? Bu sohaga 1999-yili o'nerment bo'lib, ustachilik yo'lini boshladim. Uy rozgarchilik buyumlari deydi, uydagi xalqning foydalanатын mebel өнімlerini ishlab chiqaruvdi boshladik. Arasında sol vaqtlari bu bozorda az edi, magazinlarda da az edi. Rossiya tarqagandan keyin mebellar juda azaydi, xalqqa biroq talab bor edi. Soning uchun bu ustachilikni bir yaxshi kasb, xalqni qanoatlantiraylik, xalqning жоғын barg'laylik degandek жұмыс bilan boshladik. Bu joyga qachon ochdingiz? Bu жерде 2009-2008 жылдары жерін алдық. Сөйтіп, бұл жерде жерді алғаннан кейін бұл өздерімізге мөлшерленген цехтың салуды ойластық. Енді жамаатымыздегі балалар менен 5-6 бала едік ол уақытта. Қандай қолайлықтар жаратайық, қандай станоклар алғанда оның ізбезілігі, жұмыстың өнімдарлығы дегендей затларды қызық еді біздерге. O'rganib, арасында да қызық еді да бұл затлар. O'zingiz qurgansiz betlarni? Өзіміз құрдық. Сол сиғымыздағы балалар менен өздеріміз азаңда ерте тұрып, арасында да бір айтсақ бір ертектей зат, фундаментін қандай метр менен өздеріміз соны апалыпсын сол қойып, сол әбет емес, сағат сол 6-ларда 5:30-6-да тұрсақ, 8:30-9-ға дейін шай боламан дегенше, азаңға ауқатқа дейін апалыпқа құрып, я бір азғантай бөлегін, соны сементін шебінен былғап, каритада құйып, аз айтсақ, сол балалардың бір диярымы бар, арасында күлкілі, біреулер үшін бұл ертектей, сенбейді айырым адамлар. Соларды сөйтіп, күндізгі уақыт, сағат кешкі 4-5-ге дейін жұмыс істейміз, я бұйыртпа заказларды істейміз, кешқұрын және жатқанымызша 2 сағат, 3 сағат, және сол өздерімізді сеғіміз салуға уақыт бөліп, соның я керіп шын құйдық. Zo'r. Hozir bu joy bo'sh yotibdimi? Yo'q, hozirgi paytda misol uchun eski zdaniyamizni bo'sh turgani yo'q, shu bolalarning sportni rivojlantirish uchun shu yaxshi sharoitlarni qilib yaratib berganmiz. Nimaga deysiz, bizning yosh paytimizda bunaqa issiq xonalarimiz, issiq joylar, issiq cho'milish xonalari, boshqa joylar bo'lmagan. Biz sport bilan shug'ullangan payt. Shunga shu o'zimizni aymoqni, bolalarini sport bilan rivojlantirish uchun mana shunaqa sharoitlarni qilib, yaxshi issiq joylar, yaxshi toza joylar qilib qo'yib berganmiz. Sharoitlarni hammasini yaratganmiz. Shu bolalarni sportni rivojlantirish maqsadimiz, o'zimiz aymoqni. Yaxshi sportchilar bizdan chiqsin. Murodbek aka, qisqa qilib aytganda, cho'lda qanaqa qilib bunaqa katta mebel fabrika qurdingiz? Endi durust, Qoraqalpoqning ko'p yeri rasmida da cho'l ustaliqlarni boradi. Endi mana Nukus qalasining mana chetki zonasındamiz biz. Жаңа aytganday, burungi Soyuzning vaqti bo'yicha aytilganda O'raqbalga yilati deydi edi. Bugungi kunda taslar yilati deydi. Tashlar yilati deysizmi? Tashlar yilati deydi. Tas, kamen deydi, tas. Rasında da bu yerda o'zimizning aymog'imizda bo'lgandan keyin siz aymog'imizдағы qo'ng'izlar bor, aymog'imizдағы tanish yigitlar bor. Solar menen birlashib alsa ketmey, o'zimizning qumloq yer bo'lsa da aymog'imizda seğimizda qurib жұмыс істейік дедік. Арасында да бұл өзіңнің тайын мебеліңді өзіңнің көлігіңменен апарып жеткізіп беруге болады. Керек болса қалеген районға, қалеген Нүкістің қалеген точкасына апарып, бүгінгі күнде өзіміздің есабымыздан құрып апарып беріп жатырмыз. Жер болған шөлістен болғанменен бұл жерде адам жасаса, адамның қолынан қалеген затты істеу, қалеген жерді керек болса таста да
ташлы зоналарда да егін егіп бақ құрып жатқан адамдар бар. Соларды мысал қылып алсақ, бұл құмлақ жерде расында да біздер неге істемейміз? Қалеген адам өзінің ойында болса, сол затты дөретемін десе, сол арқалы халыққа, мемлекетке пайдам тисе, өзімнің қожалығымды бақсам десе, қалеген адамның бүгінгі күнде істеуге болады. Ya'ni manzil muhim emas. Manzil muhim emas. Cho'lda bo'lsa ham, xohishi, maqsadi katta bo'lsa, kerak bo'lsa, qalagan yerda istagancha kompaniyada ham qurish mumkin, to'g'rimi? Kerak bo'lsa boshqa yurtlarga ham eksport qilish mumkin. Конечно, dұрыс айтасыз. Бұл еш manzilni tanlamaydi. Qalagan yerinde, isteymen деген жерінде адам істеуге болады. Қазіргі күнде міне өнермендерге арасында да олар ham экспорт қылып жатыр. Үйінде істеп бақ. Үйінде азғантай территорияда істеп бақ. Экспорт қылып, айрым кереклі өнімдерді істеп шығарып жатыр. Демек, бұл айтсақ болады. Қазір жұмыссыз бар, жұмыссызлық дейді. Бұл жұмыссызлық емес, адамның өзінің жалқаулығы, бейпаруалығы. Адам талап етсе, алға қойған ережесін орындаймын десе, орындауға істеуге болады. Ishi yo'q emas, shunchaki dangasa. Dangasa, to'ppa-to'g'ri. Juda ham ajoyib gaplar bo'ldi. Qarang, mana mijozlarni topish qiyinroq-ku, to'g'rimi bu yerda? Lekin shunaqa sharoitda ham juda katta fabrika quribsiz. Nimalar sabab bunga erishdingiz? Endi бұл жерде айтатын болсақ, қалеген адамның, мекеменің, кархананың болсын, біздердің шығарып жатқан өнімдеріміз арқалы раважданады, олар пайдаланады. Мысалы, педагоглар балаларға сауат берсе, тренерлер спортпен шұғылдандырса, милиция дейді, полиция дейді, олар халықты қорғауды істейтін болса, соларға барлық қолайлық керек. Әмме жұмысқа біздер солар үшін қолайлық жаратамыз. Біздердің өнімдеріміз шығарып жатқан, солар арқалы болмаса, оларда да раваждану болмайды. Ойлап қарасақ, біздердің пайдамыз оларға көп тиіп жатыр. Бұны сезінген халда түсінген адам түсінген болады. Айырым адамдарды бұл ұстазшылық кәсіп, бұл кәсіпке жатама дейді. Наоборот, қайта қалеген мемлекеттегі істеп жатқан оқушы болсын, детсад болсын, партасы, шкабы болмаса, олар таслап қоя алмайды ол. Значит, біздердің пайдамыз қайта жүде һәм көп мемлекетке, халыққа. Түсінген адам біледі. Үйіндегі қалеген ауқат даярлайтын болсаң, жерде даярлай алмайсың ғой. Сен қандай қолайлық стол болу керек, жуып қойған кесе шайнегіңді тазалықла алып жинап қоюың керек. Соларға ітібар беріп ойланып қараса, значит, мебель сақасы бұл көп кәсіплерді раваждандыруға біздер арқалы пайдасы тиіп жатыр деп ойлаймын. Fikrlashib ko'ryapsizlarmi? Men mebel ishlab chiqarmayman deyaptilar. Men deyaptilar, jamiyatni, to'g'rimi, yurtni, va yurtdagi hamma sohalarning rivojlanishiga hissa qo'shaman deyaptilar. Murodbek aka, kecha yaponlar yurdi fabrikasida. Durust. Ko'rdim. Ular nima qilib yurishibdi? Nima aloqangiz bor ular bilan? O yaponlar ustozlarımız. Bizler өткен жылы 2024 жылы октябрьдің кейінгі 10 күндігінде республикамыз бойынша Японияның Ямагата қаласында менторлық бойынша кайдзен ұсылы бойынша сертификат алып қайттық. Kaizen bo'yicha o'qib berdik. Kaizen bo'yicha o'qib berdik. Mentor bo'ldingiz. Ya'ni dars bera olasiz Kaizenda. Da, dұрыс. Necha yoshsiz? 57 men жасым. 57 yoshda ilm olib yuribsiz. Ilm alamыз. Albatta, beshikten qabrga дейін ilm алу керек деп құр айтылмаған. Ата-бабаларымыз айтып кеткен, бұл дегені білімнің ешқашан кеші жоқ. Білімің болған сайын қайта сен өзіңнің істеген жұмысларынан ғұрыр алып, былай қарап айтсаң, жасарасың. Оның пайдасы көп, оны біліп оқыған адамдар арасында да айтады. Ilmni hech qachon to'xtamas. To'xtamау керек. Себебі қазір дүние жүзі раважданып жатырды, солардан артта қалмау үшін не қылу керек? Білім алу керек, оқу керек, үйрену керек, өзіңнің істеп жатқан ойыңдағы затларды, қате кемшіліктеріңді жақсылап баруың керек. Бәрі хамма. Ajoyib. Demak, siz 57 yoshingizda Kaizenni o'rgandingiz. Енді оны айтатын болсаң, жасты айтатын болсаң, біздерді оқытқан ол жақтағы ұстаздарымыз неше жаста деп сұраң? Олар 78 жаста еді. 78 yoshda жаста ұстаз біздерді оқытты. Kaizen бойынша. Bu yerda tatbiq qildingiz demak, to'g'rimi? Kaizenni qaysidir qismlarini ko'rsatamiz ularni ham. Ko'rsatamiz. Bo'ldi. Murodbek aka, bu eski shkafni nimaga bu yerga qo'yib qo'ydingiz? Yangi showroomingizga. Бұл енді айтатын болсақ, бұл менің үшін juda qadrli. Менің балалы уақытында, менің ажағам менен екеуміздің кітап қоятын шкафымыз еді. Мына бір жағы менікі қалем ұрышкым сап қойсам, бір жағы ажағамдікі еді. Оқудан келіп, папкалеріміз ішіне салып, кітапларымыз бұл жерде тақлап, кішкене стол бар еді, сонымен сабақ даярлайтын еді. Бұл соның үшін мен бұл қадірлі деп атқаным сол. Қазір мен 57-ге шыққан болсам,
73-yillari bu so'g'ilib berdi. Papamiz bizlarga o'ris ustasi bor edi u vaqtda Nukus qalasida ko'p edi ustalar. So ustalarga zakaz berib, buyurtma berib, bizlarga so'qtirib berdi. Что bizlarning kitoblarimiz, boshqalarimiz shashilmay, qolgan vaqtda tavba olib, bularni kaysin desang bo'ladi. Qolgan vaqtda ansat kitobimda men tavba olish uchun bizlarga qo'yib bergan. Taxlab turish uchun. Sizni otangizlar ham siz ilm olishingizga shu paytdan sharoit qilib. Durust aytayotgan. Bugunga erishgan yutuqlaringizda ilmning o'rni kattami? Albatta. Ilmning o'rni iloji yo'q. Yo'q, rivojlanib bo'lmaydi. Mana Yaponiyaga borib keldingiz, o'sha yerda o'qib keldingiz, 10 kun yashadingiz, ko'rdingiz. Ularning shu etapga, shu darajaga chiqishiga sabab nima deb o'ylaysiz? Endi aytатын bo'lsak, rasmda da ularda ne qil desek bo'ladi, yo'qchilik majbur bo'lgan. Sebebi ularning ham былай qarasang bayligi yo'q, yerindagi resurslari az bo'lgandan keyin bular qalagan ishlagan zatni aql o'yin qo'sib, bilimning bari kuchi deb aytgan so'ni qo'shib istese, значит sen qandaydir sol qiyinchilikdan chiqib ketuga, xalqning nesini qanoatlantirib, sol orqali pul tovuga sаған sharoit yaratadi. Ya'ni ilm olmasang o'lib ketasan degan g'oyani o'zini xalqiga singdirgan. Chunki bizda ilmdan boshqa narsa yo'q. Biz kichkinagina joyda yashaymiz deb. Aqlda qo'yib ishlasang, qalagan zatni ishlayga bo'ladi. Ya'ni tek bir zatni taqildatib emas, bu yerda qalagan zatni ishlaydigan bo'lsang, o'qigan biliming bo'lsa, so aqlda qo'shib ishlasang, sen uni kuchliroq, baholiroq qilib ishlayga bo'ladi. Ajoyib. Demak, sizda mana shu Nukusda, chekkaroq joyda, qiyin sharoitlarda mana shunaqa katta fabrika qurishingizga o'sha yaponlarni nimasi ham sabab bo'lgan. Durust, endi bu kecha Yaponiyaga borganda ko'rsak, bizlar o'zlarimizda bir juda rivojlangan deb sezadigan bo'lsak, bizlar ularning arasida biroz ortda qolgan ekanimizni sezdik. Ularda rivojlanu dunyo yuzida tan olib atgan quramiz. Juda kuchli bizdan aldiroq yurtdi. Endi bizlar solardan ortda qolib qolmoq uchun yilida o'qib, ilmni o'rgansak, ularning izine yetuga bo'ladi. Adamning islagan adam islayga bo'ladi. Жұмыссызlik yo'q. Biz ne isteymiz deb osmonga qarab, og'zingni ochib yotganda hech kim senga yaxshi sharoit yaratib bermaydi. Hech kim sening og'zingga ovqat assamaydi. Значит, ne qilish kerak? Sen qiymildawing kerak, talab istewing kerak, yaxshi jazoga umtiluv kerak. Qarang. Murodbek aka, hozir mana syomka bo'lyapti, boshqatdan savol beraman. O'zi mana kaizen nima ekan o'zi? Kaizenning umumiy g'oyasi yoki mohiyati nima? Kaizenda birinchi vaqtni ekonomlab biluv. Vaqtni qadriga yetish. Qadriga yetish. Ikkinchisi muda deydi. Muda degan ular bekorlik bizning tilda aytganda. Isrof. Soning oldin olsang, sen o'zingning miniyatingni ekonomlab bilsang, sen значит yuqoriga ko'tariluvga senga foydasi ko'p deydi. Bizde sozatlarda o'yimizda yo'q ekan. Rastli territoriya vaqtni qadrli, uy territoriya hamma zatni hisobga olib qo'yibdi. Lishniy расходni qilmau kerak. Sebebi sening miniyating lishniy расходni tejab bilsang. Nimani tejash mumkin bo'lsa, tejash kerak. Обязательно hamma zatni tejash kerak. Rasmda o'zingning miniyating sen, qur dalaga taslasang, uni sen rivojlanib bo'ladimi? Murodbek aka, menga gap yo'q edi. Men bu fabrikada bitta narsani ko'raman, tartibni ko'raman. Mana o'zingizlar ham ko'rishingiz mumkin. Uncha fabrikalarda bu narsa yo'q. Bu nima bu? Vaqtni ekonomlash uchun bizlar Yaponiyada o'qib ketgan yog'imizda bizlarda 3-4 sexga apardi, ya Yamagata qalasida. Arasında bizlar ko'rib hayron qoldik. Ishlayga bo'lатын zat ekan, bizlar ham meni foydalanadigan barliq instrumentlarni kerak zapchastlarni taqlab qo'yish shkabi. Kaizen bu vaqtni ekonomlash. Bu yerda sen misol burungi bo'lganda bir shkafning ichidan izlab, ana kulishni izlashga qancha vaqting ketadi. Miyada turib kelegingni olasan, aparasan, istaysan, qatirasan, qo'yasan, o'rniga kelib qo'yasan. Vaqtni tejish bu. Ya'ni narsa qidirishga ketkizgan vaqtni isrof deydi ular. Ular isrof. Hisoblab qarasan, har 3 sekund, 5 sekunddan bir vaqtning o'zini ko'rib ko'r, значит kuniga kemida 10-15 kerak bo'lsa, yarim soat vaqtingni isrof. Beparvolik deydi buni. Soni ekonomik etish uchun sening o'nimdorliging asadi, sening maoshing, oylig'ing ko'payadi. Sen kuniga 13 kab emas, 11 shkaf isteyinge bo'ladi. Misali, aqlni qo'shib ishlaydi deb aytgan, bilim olib deb aytgan sizat. Kuni menen kaizen degan. Qo'y, o'zi bitta yaqinda bir nima o'qib qoldim-da, vaqtni qadri degan kitobda vaqtga nisbatan atiga degan so'zni ishlatgan odam hech qachon baraka topmaydi. Ya'ni atiga 3 sekund-ku masalan. Deydi. Demak, yaponlar atiga demaydi. Atiga demaydi. To'g'ri?
bu 3 sekundmi buni tejash kerak, bunaqa qilma deb shuni takomillashtirib mana bunaqa narsalarni o'ylab topishgan. To'g'rimi? Durust. Juda ham zo'r, ajoyib. Men qoyil Qaydalanadi kechqurun o'zining nesi bunani javodi. ko'ring. Bu yerga qulfini iladi, жұмыстан Yopiladi chiqib uyga mi? qayta beradi. Bu jabiladi. Quplab qo'yiladi. Qo'y quplasa kerak bo'lsa quplab ketadi mana. Qo'ygan o'rni. Azonda keladi, ochib qo'yadi. Mana kerak instrumentni oladi, foydalanadi. Voy gap. Qanday vaqt ekonomiya uchun qulaylik bo'lsa, so'ni o'zing uchun yaratsang, o'zingga foyda. Buni yasashga necha pul ketadi mana qarang. Endi bulay qarasam, bugan ko'p pul ketmaydi, o'zingning qandaydir ovusiq materiallardan istese bo'ladi. 15-20 dollar ketadi. Ko'p bo'lsa, ko'p 200 ming bo'lsa. ketadi. Uzoq ko'pi bilan tortadi. Lekin qancha vaqtni tejaydi. Qancha muammolarni yechadi, to'g'rimi? Durust. Narsalar yo'qolishini, xodimlarning kerak paytda kerak narsani topolmay yugurib yurishini oldini oladi. Mana shu kayzen ekan azizlar. Mana shu kayzen. Bir kayzenning kichkina bir bo'lagi bu. Bir bo'lagi, lekin eng asosiy vaqtni tejash uchun xizmat qiladigan bo'lagi. Murodbekga gap bo'lishi mumkin emas. Men qoyil qoldim, to'g'risi. Mana shuni gapirib bering, iltimos. Bunda жаңағы aytganday bir kayzenning bir turi, mana kerak detallarni, mana parolon deymiz, masalan, kesib bo'lgandan avsiqin har qaysini o'zining o'lchami, razmeri bilan tashlab qo'ysa, kerak vaqtda to'rtlikda oladi, o'nlikda oladi. Bular atxot, to'g'rimi? Atqut. Ya'ni Biroq chiqindi bular. Chiqindi, biroq endi buni ham kerak yeri bo'ladi. Masalan, buning razmeri 2 metrga 1 metr bo'lsa, 2 de 10 degan ya 1 de 10 degan kerak bo'lsa, 10 santni o'lchab, qo'sib foydalanуға bo'ladi. Ayrim vaqtlari, hamma vaqtda ham, atxotlarni ham kerak yeri bor, buning ham foydalanu yeri bor. Vaqtni tejash uchun mana nomerlab qo'yganmiz sol zat. bu 10 santimetrlik Buna 4 santimetr. 4 santimetrlik. Murodbek aka, naryoqqa yozib qo'yilgan ekan. Nima yozilgan aytki? Bu endi я не делаю брак, я не передаю брак другому. Я не принимаю брак от другого. Бұл енді өзіміз тілде айтатын болсақ, мен брак зат істемеймін. Екінші, маған келетін қандайдыр тайын заттың брагын қабылдамаймын, һәм өзім брак істеп екінші адамға бермеймін деген зат. Buni o'zingiz o'ylab topdingizmi buni? Buni endi rasmda da hozirgi o'zim o'ylab topdim desam bo'ladi, biroq buni endi bizning o'yimizdagi zat edi. Ko'rsak, hozir keyingi vaqtda rivojlandi. Internetdan ko'rsang, rasmda бұл tek bir mebel seg'inda emas, qalagan ishlab chiqaruvchilarda yozib, o'zini oldina qo'ysa bo'ladi. Bu yerda vaqtni tejiu ham xalqqa, xaridorga sifatsiz zat bermay, yaxshi sifatli zat beru uchun yozib qo'yilgan zat. Ajoyib. Buni foydasi bo'ldimi? Foydasi bo'ladi. Adam ko'zi tushib ketsa, qalagan adam uyaladi. O'zining qatesi deb aytgani bo'lsa, yo bo'lmasa birovdan kelgan zat biroq qate bo'lib kelsa, aparib beradi. Bunani men olmayman. Sebebi men xaridorga biroq zat bera olmayman deydi. Bu qadriyatda, to'g'ri. Qadriyat. Korxonangizning qadriyati. Bu nima deb yozib qo'yilgan? Qoraqalpoq tilida. Bu endi bizlarning mana qo'llarimiz bilan mehr berib o'rətgan mebellerimiz, ishlab chiqargan o'nim mebellerimiz bahasidan yuqori turadi. Ya'ni biz o'z qo'limiz bilan ishlab chiqargan mebellarning qiymati narxidan qimmatroq turadi. Durust aytilgan. To'g'rimi? Ya'ni puldan ko'ra muhimroq narsa ishlab chiqaramiz deyilyapti-da. Adamning mehr berib ishlatgan zat, bu boshqacha bo'ladi. Ya'ni mehr berishimiz kerak. Mana azizlar akalarimiz mehrni berishyapti. Durust aytasiz. Ko'rsatib qo'yasiz. Qur mehr berib ishlasa, rasmda bir boshqacha baribir ham qurib taq istayvermaysiz. Bu yerda sen o'zimni istabatdan, o'zim xaridorman degandek sezib istaysiz, значит sen ошибкане bo'lmaydi. Adam so'ni anani qo'ygan, sen mehr berib ishla. Qur жаңағыдай aylik uchun istabatdan demay. Murodbekga mana biz skladdamiz, omborxonada, xomashyolarning omborxonasida. Bu yerda men ko'ryapman, programma yozilgan. Umumiy biznesni boshqarish uchun programma yozilganmi siz? Durust. Bizlar ham buyurtma berib, o'zimizga qulaylik programmani qo'ydirib oldik. Bu orqali bizlarga vaqtni ekonomlab bo'ladi. Kerakli shekizat o'nim azayib qoldimi, qaysisi nima kam qoldi? So'ni tez baqlab, so'rab izlab yurmaysan. Programmaga qo'ysang, sistemalashtsang, bu ham foydasi deydi. Qo'yil. Demak, savolim shundan iboratki, necha pulga yasatdingiz bu programmani? Endi uni to'shni yodimda yo'q. Uning puli kelishilgan holda o'zi programmani ishlatuvga bo'ladi. Har kim o'zining qulayligini biladi. Qandaydir ko'paysa, uning ham bahasi ko'payishi mumkin. Kerak cheklangan
programmani o'zingga qulayligini aytsang, cheklangan miqdorda o'zi bahosini aytib, bu bir juda bir qimmat zat emas. Lekin bitta gap eshitib qoldim. Murodbek haqida. Ana Европейский bank развития deydi-yu. O'sha yerdan sizga investitsiya qilingan. Da, durust aytib o'tirsiz, durust aytib o'tirsiz. Ya Yevropa banki, misol bizlar buyurtma bergan nemisning hozir yadimda примерно 117 million bo'ldi. Soning 75%-ni 75%-in Yevropa rivojlantiruv banki to'lab berdi. Shunda sir bo'lmasa qancha to'ladi endi? 75%, so 110 milliondan sal ziyodroq edi. Soning foizga qo'ysang 75%, 4dan 3 qismin mamlakat tarafidan biznes rivojlantiruvga Yevropa banki bizlarga жаңағы bizlarga programma dizib bergan firmasına o'tkazib berdi. Qolganini bizlar to'ladik. Zo'r. Programma uchun bitta jentrani pulni tikib vaqtiladi. Da, durust. So'g'an mo'ljal. Qarang, hozir men bu yerda ko'ryapman. Mana bu yerda qog'oz ko'ryapman. Siz programmalaringiz bor, hamma narsangiz bor, lekin qog'oz bu qog'oz nima uchun? Shuni bermasa skladdan narsa olib bo'lmaydi. Durust, bu barliq furnituralari kerak detallari biriktiruvchi. Qalagan misol mana yerda yozilgan детский комбинированный komplekt deydi. Soning nesi jo'xarida жаңа ko'rgandek ofisimizdagi injener texnologlar yozib beradi. Programmaga qo'yib, bu kompyuterdan ham keladi, qog'ozdan ham keladi. Qog'ozda ham bu ko'rib, o'zining mana skladdan kerak yeridan qalagan detallarni olib жинап, mana коробкаga solib qo'yadi. Buni жинайтын бригад aladi da tayin zatda ketaveradi. Vaqtni tejuv. Brigadir kelib olib ketadi. Olib ketaveradi. Hava mana bu yerda naименование ati yozilib turibdi. Misol uchun oldindan tayyorlab qo'yiladi, ya'ni brigadir kelib, anu vaqtini sarflamaydi, yopish, yig'ib berishini kutib. Durust. Shu yerda ham vaqtni tejagan. Vaqtni tejuv. Qayoqda vaqtni tejuv kerak, barini ishlash kerak. Juda ham zo'r. Mana sklad azizlar. Skladda men bitta narsaga qoyil qoldim. Masalan, bizda nima deydi? Petля deydi, ruscha. Bu yoqda petyalar. Petля deydi. Bular shu petlani ham qoraqalpoqchaga tarjima qilib, shu qoraqalpoq tilida yozib qo'yibdilar. Topsa deydimi? Topsa deydi. Topsa. Bizda endi o'zbek tilida nima bo'ladi? Toshkentda Açma. Petля deydi bu. Petля deymi? Ha. Xo'p. Bu petyaning ham bir qancha turi bor-da. Ha, juda ko'p, ha. Topsa 5 bukir, 3D bukir, graduslari yozilgan. 5 bukir hammasini yozib qo'ygansizlar. Bu ham shu kelib qidirib yurmaslik. Qidirib yurmaydi, vaqtni ekonomik etadi. Hali QR kodli tizimni ham ishga tushirasiz tez orada. U уже bizda ana keshuv bo'liminde, mana kronka bosib keshuv bo'liminde уже ular qo'yildi. Endi уже jumaqlab so'yoqda bo'lgandan keyin skladkada qo'yiladi. Kerak vaqtida o'zining siz aytganday QR kodini qarab olib ketaveradigan bo'ladi. Juda ham zo'r. Murodbekga qoyil qoldim. Maza qilyapman bor-ku. Mana sizda Xitoy uskunalarini olish imkoniyati ham bor edi. Nima uchun aynan Xomok uskunasini sotib oldik? Endi bu sifati bo'yicha hozirga keyingi rivojlanayotgandan keyin sifatli o'nimni xalq xaridor talab etyapti. Xitoy mahsulotlarini talab qo'ydi. Endi Xitoydan durust istayga bo'ladi. Endi bu o'nimdorlikni ko'plab istaydigan bo'lsa, yog'i iste'mol muddati ko'plab bo'lishi uchun Yevropa, Germaniya mamlakatining stanoklari bilan ishlash qulayroq ham yaxshiroq. Xitoyga qaraganda sifatliroq. Mana ishlayotgan mahsulotning sifati kuchliroq bo'lib chiqadi. Murodbek aka, mana omborxona, bu yerda laminat MDFlar turibdi. Bu yerga ham haligi chiziqlarni chizib, chiroyli qilib qo'ygan ekansiz. Bu ham kayzenmi? Bu ham kayzen. Nimaga e'tibor berasiz mana omborxonani shakllantirayotgan? Endi bu yerda aslida mana qalagan rangdagi, qalagan svetdagi deymiz-ku, detallarni mana shikizat o'nim deydi. Eldislarda mana kesuvchilar o'zlarini olib kelishni vaqtni tejuv bulda. Qalagan svet birin-birini aralashib turgan yo'q. Har qaysi dara-dara bo'lak-bo'lak turibdi. Oq kerak bo'lsa oq, qandaydir svetning ati bilan yozilgan rangning sol bo'yicha olib ketadi, kesuvga apparat. Bu ham vaqtni ekonomik etuv. Kelajakda haligi umniy sklad deydi-ku, o'sha dastur yordamida boshqariladigan omborxona. Shunaqa qilish niyatingiz bormi? Bor. Kelajakda обязательно uni qilamiz. Bu da kayzen desang bo'ladi. Zo'r.
Murodbek aka, mana kuchuklarni ko'rdim. Daryoda parni ham ko'rdim va ajoyib pechka ko'rdim. Fabrikada isitish uchun. Shular haqida ham aytib bering qisqa. Bu Endi- kuchuklarni nima uchun bu? Bu kuchuklar hobbi. Hobbi desek ham bo'ladi. Men o'zim askeriy xizmatda, armiyada, Rossiyada, Ulyanovskiy oblastning Talyatniy qalasi, hozirgi Samara deydi. Shu yerda kinolog bo'ldim. Kinolog. Kinolog. Ya'ni qiziqasiz. Men qiziqaman. Shu sababli. Bular zotdor ekan. Zotlar 7 turli, 7 turli. Voy, sizni taniyapman. Taniyman. Qo'rqmaysizmi? Yo'q. Men qo'rqaman. Ajoyib. Endi Neydi? bo'lmasa nima Ha. haqida? Ketme deyapti. Ketmang deyaptimi? Siz ovqat berasiz-da bularga? Yo'q, bu yoq adam men orasida jazning gullari arasida olib yuraman shu yerlarda. Bab egasini Taniydi. Mana azizlar, biz hozir fabrikadagi kichkinagina parnik tomorqaga tushib ketyapmiz. Ehtiyot bo'lamiz. Qoyil. Tabiatni hidi. Da. Judayam zo'r. Mana bu yerda nima ekib qo'ygansiz? Bu qiyar bizning Qoraqalpoq tilida Bodring. badrang deydi o'zbekcha. Огурцы. Ha, u mebel fabrikada buni nima keragi bor? Bu endi stolovoyimiz uchun baribir bo'sh yotgan yerdan mana issiqlikdan foydalanish uchun свежий zat yesang salatga bu yaxshi zat. Ha, Baribir ham bo'sh turibdi. So'ni bo'sh joydan ham foydalan. Bu yoqqa aytib foydalanib. Buni oldindan qilib kelasizmi buni o'zi? Da, hozir. Qaytini o'rganishingizdan oldin? Bundan ondan oldin ham ishlab turibman. Rasmida mana kotyolimiz bor-ku, sondagi issiqlik quruq zaya bo'lmasin deb ishga yetib turgan, sondan foydalanib Qancha bodring olasiz bu yerdan? endi aniq pishgan vaqtida bunaning izidan mana yerga de yegamiz, mana birinchini yegan vaqtda. Где-то 1 oy, 1,5 oyda yeymiz, kuniga 1 shekel, 1,5 shekel xiyar olasan. 5-6 kilo kemida xiyar chiqib turadi kunda. 6 kilo bodring kuniga olib. Bu degani bunda kichkinday 8 ga 8 degan yerdan bir pishgan vaqtida 1 tonnadan ziyod xiyar chiqadi. 1 oy, 1 oydan aslam yeysang. Zo'r qoyil lekin. Va bu yoqda o'sha butun O'zbekistonga da'vo ketgan pechka. Pirolizniy kotyolma. Kotyol bor. Uyga da yetadi, stolovoyga da, ularga da yetadi. 1 oy xiyar yeysang. Ha, bu stadionni nima uchun qilib qo'ygansiz? Bu stadion ham bu avval bo'sh yotgandan keyin rasmida bu ozgina miqdorda kreditini olib, hozir 4 yil, 3 yildan o'tdi, 4 yilday bo'ldi. O'zimizning bolalar ham o'ynaydi, yozga payt. O'sha qavmning aymog'imizning bolalarida da o'ynaydi. Sportga ham targ'ib qilib turasiz, Da. sog'lom turmush tarziga. Mana azizlar. Azizlar, qarang. Mana shu kotyolni yasagan odamga biza mukofot puli e'lon qilgan edik. 50 milliondan 100 milliongacha. Va mana men hozir bilyapman, Murodbek aka necha yil oldin yasagansiz buni? Bu yil 4-yili ketyapti. 4 yil oldin qanaqa qilib buni yasadingiz? Qayerdan bildingiz? Buni endi internetdan ko'rib, internetdan ko'rib. tek bizlar emas, Rossiyada barliq mebelli sexlarning bari o'zining atqotidan foydalanib, issiqlik foydalanadi ekan. Siz hozir o'zingizdan chiqayotgan atqotlarni yoqib, Mana atqotlarni mana jinab qo'yibmiz. Mana giling atqotlar foydalanamiz. Sonra meshokqa solib, bunaning ichine soladi. Har solganda 10-12 qaltaday atqot solamiz. Sutkasida 3 marta solamiz. necha qop taxminan? Sonda 30-35 qop chiqadi. Sondan chiqadigan atqot bir sheker chiqmaydi, yarim shekerday atqot chiqadi bir sutkasida. Bu degani bu piroliz o'tinning barini metan holida foydalanib issiqlik beradi. Ha, qaranglar. 30 qopga yaqin o'tin solar ekanda va bu sutka davomida isitar ekan. Butun fabrikalarini. Bu atqotlar o'zlaridan chiqadi, ya'ni chiqindilar bular. Chiqindilar. Bulardan samarali foydalanib, o'zlarining fabrikalarini isitadilar va undan ham zo'r tomoni bu pechkani bor yo'g'i yarimchilik, tasavvur qiling, 30 qop o'tindan yarimchilik chiqindi chiqadi.
bu atrof muhitga ham zararsiz. Undan tashqari haligi chiqadigan, ya'ni o'tin yoqqanda chiqadigan zararli o'sha gazni ham ichida yoqib yuboradi bu. Yoqaveradi. Bundan ham metan qilib chiqaradi-da, hech otqo't chiqmaydi-da. metan qilib chiqarib, uni yoqib ham issiqlikni ko'paytiradi, ham atrof muhit zararlanmaydi va pulda tejaysan. pulni ham tejaydi. Bu gapi yo'q ekan aka. Haqiqiy hali ekonomist ekansiz. O'zi siz Yaponiyaga o'qishingizdan oldin Yaponlar kelib o'zlari ko'rib hayron qoldi. Yaponlarni hayron qoldirib Yaponlarni hayron qoldirib yubordilar. Qoyilmisiz? Gap bo'lishi mumkin emas aka. Sizdan ko'p narsa o'rgandim to'g'risi. Rahmat kattakon. Bizani shu ko'rsatuvimizga chiqishga yo'q demagan. Buni hamma foydalanu kerak. Biz shunday fabrikalar o'zlarining chiqатын otqotni qandaydir ziyon qilmay payda qiluu yo'lini o'ylanu kerak-da. Bu yerda жаңа aytganday bilim deb aytganim sol, o'qu, izlanu. Bilim bilan muammolarni hammasiga yechim topadi. Hamma yoqda dunyo yuzida qanday qilib yotibdi? Izlanu, o'ylanu, solar bilan solardan kerak aqllarni kerak bo'lsa olib, o'zingda foydalanuing kerak. Qo'yil. Mana jazı bilan mana otqotlarning barini жазғы пай жақпаймыз, жазменен жинап қоямыз. Где-то айтсам бір 2 фурадай отқот шығады. 2 фура отқот шығады. Кәміді. И күнделікті шығады. Сонымен біздер күзде ноябрь айында жаққан болсақ, март айына дейін газге пұл шығармай, сол отқотпен жылытамыз. Ой, қышы газге pul sarflamasdan chiqamiz. Da. Murodbek aka, mana so'zimiz yakunida biz yoshlarga umuman mebel sohasidagilariga o'zingiz tavsiyangizni bering. Енді мебель сақасындағы дегенде бұл yerде айтатын ұсталарға ғой. Основной мебель істеп шығарудағы ұсталар біздерге салыстырғанда қазіргі енді басылайын деп атқанларға шариғат жүзде жақсы жаратылды. Кейінгі уақытта біздердің уақытымызда қанша қиыншылықтар болған болса, бүгінгі күнде жүде һәм жеңіл, қалеген инструмент, қалеген фурнитураң, қалеген запчасының бәрі базарда артығыменен толып тұрыпты. Бұл дегені қазіргі жастарға біздердің қазір 27 жылдай жұмыс істеген болсақ, біздер сонша уақытта еткен дәрежемізге кейінгі жастар егер ынтасы болса, жалқау болмаса 3-4 жылға жетуге болады деп ойлаймын да. Енді сондай қолайлықтар көп. Ялқаулық қылмаса. Ялқаулық қылмаса, біздер қанша қиыншылықпен еріскен затқа бұлар тез арада ерісе алады. Бірақ өзінде арасында қызығушылық болу керек. Жұмысқа деген не болу керек? Бірінші орынға ақшаны қоймау керек. Бірінші орынға минетті қою керек. Минетпенен қалеген жетіскерлікке жақсы нәтижелерге ерісуге болады. Faqat haligi qo'pol qilib aytganda soqqani emas, mehnatni bosish kerak. Mehnatni. Shunda soqqani o'zi. Da, mehnatni qo'ysang, saqa seni topib kelaveradi. Endi kitob tavsiya qiling. Endi rasында da bilim deb күніменен ham aytdik. Bu yerda bilimni qo'shib жұмыс істесең, rivojlanu tezroq, kuchliroq bo'ladi. Нәтижеге алға қойған ережеңе, мақсатыңе, нәтижеңе еру үшін білім керек, соның үшін кітапты оқу керек. Бос уақытты ешқашан босқа қоймау керек. Жұмыс істейсің, ауқатланасың, бос уақытың болса кітап оқу керек. Қайсы кітапны тавсия қыласыз? Енді бұл айтатын болсам, бизнес бойынша кітаплар жүдә һәм көп. Дүнияға танылған ісбермелер her türlü kitap boyunca, her profesiya boyunca, her қанегелік boyunca жазып қойыпты. Ұлымаластырып айтқанда бұның шексіз, бірақ өзіңе қызыққан, өзіңнің мысалы экономикаң төмен бе, қаяғың төмен, я дизайның төмен бе, сол арқалы кітапларын алып, оқып ізденсең, пайдасы жүдә көп. Masalan, sizga eng ko'p foyda bergan kitob bo'ladi-ku, qani hayotingizni o'zgartirib olgan kitob bo'lishi mumkin. Shunaqa kitoblarni Бұлардың түрі жүдәйім көп. Қазір кейінгі уақытта кеше бағанаға айтқандай, кайзен бойынша көп оқып отырпан кітапларды ізленіп. Кайзеннің тек біздер оқып айтқан бір түрі емес, бұның ізі көп екен. Канбан дейді, гемба кайзен дейді. Сол айтқандай кайзеннің өзінің түрі көп екен. Umumiy kайзен haqidagi Ава, енді бір даканса соның несін оқып алсам, пайдасы тиеме деп отырпан, тиіп атыпты да. Бірақ енді көріп тұрмыз пайдасына. Пайдасы көп. Рауаздану бойынша ісбермелердің өзінің өмірі туралы, өзінің қандай жетіскерлікке еріскені туралы кітаплар жазған, сол кітапларды оқуын тәвсия қыламыз. Azizlar, nima deb o'ylaysizlar? Video foydali bo'ldimi? Fikringizni yozib qoldiringlar. Menga juda ham qiziq. Lekin bitta narsani ayta olaman. Bu videoni olish jarayonida men o'zim juda ham ko'p narsani o'rgandim. Shaxsan menga bu yerda aytilgan ma'lumotlar juda ham foydali bo'ldi va haqiqiy ma'noda hech qanaqangi bir bo'rttirishsiz samimiy aytaman. Bu yerda
uncha mebel fabrikalar qilmagan ishlar qilingan va bulardan o'rganishimiz kerak. O'zimizni korxonamizda, o'zimizni biznesimizda, hattoki hayotimizda bu yoqda qo'llangan narsalarni qo'llashimiz kerak. Mehnatimizni bir e'tirofi o'laroq bu videoga o'z fikringizni yozib qoldirishingiz, bizga obuna bo'lishingiz va mana shu bittagina like tugmasini bosishingiz juda ham bizni quvontiradi va kelajakdagi faoliyatimizga katta yordam beradi. Bu siz uchun arzimagan bir necha soniyalik amal, lekin biz uchun bu katta e'tirofdir. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizlarni kuzatishda davom eting. Keyingi videolarda, keyingi xudo xolasa videoni sonlarida qaysi fabrikalarga borishimiz, qaysi fabrikalarda shunaqa videolar olishimiz haqida ham o'z fikringizni yozib qoldiring.